Hammaga salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Zodi Zodvers kanalida do'stlar. Mana bugun biz har ko'rda bir kun yashab nimalar topdik. Mana ko'rib bo'linglar. Mana shunday jarayonni ko'rmoqchi bo'lsangiz, qanday tuzoqlarga ro'y berdim, sal qolsa ulardimmi? Baridan ko'rishingiz uchun men sizlarga shu videoning ko'rishni maslahat beraman. Iloji bo'lsa oxirigacha, chunki men sal qolsa ulardim oxirida. Unda biz boshladik. Qani go! Men Minecraftning boshqa versiyasiga o'tishga to'g'ri keldi, chunki buning sabablari shader uchun. Do'stlar, unda biz mana boshladik. Birinchi daraxt chopishdan boshlaymiz. Ana u yerda uchib yurgan kapalaklarga e'tibor bermaysizlar, chunki men atiga bittagina mod qo'shganman. U ham bo'lsa har xil hayvonlar modi. Lekin u qanaqadir atiga 4-5 tagina mod qo'shar ekan. Mayli, har nima deb qo'shib yubordim. Nima dedinglar? Modlarga yo'q qavozim. Video davomida bu modni ko'rib olasizlar. Unda biz mana yana 3 tagina daraxt chop bo'lsak, menimcha yetib ortadi. 6 va 7 menimcha bo'ldi. Va endi biz boshladikki, mana men verstayni yasab olamiz. Endi biz boshladikki, daraxt endi versta yasab ozgina to'shaqlar kuchayib olishga. Endiga atiga 3-toshimni olganimda bundoq qarasam ko'mir turibdi. Mayli, buni kirka yasab olgandan so'ng olaman dedimda shartta tosh qazishni boshladi. Bu modda hattoki nayza ham bor ekan, qandaydir tishdan. Ko'mir atiga 8 tagina chiqqan bo'lsa-da, 18 ta chiqqan bo'lsa-da, mayli deb daraxt chopishni boshladim. Daraxt ati yana bir 15 ta yetib qolsa kerak deb daraxt chopishni boshlab yubordim. Va o'zingiz ko'rib turibsiz. Ekologiyani asrash uchun 1-2 tagina daraxt ham ekib qo'ydim. Axir ekologiya muhim. Va men mana oldimda birinchi qo'y chiqdi. Axir hardkorda birinchi tunda uxlab qolish juda muhim. Cho'chqani ham o'ldirmoqchi edim, endi o'zingiz tushunasiz. Va ana bu yerda buzilgan portal ko'nganday bo'ldi. Mayli, bormadim. Mana bu yerda kon bo'lgan. Men bu konga ozgina o'ylanib turdim va borishga qaror qildim. Hattoki hardkorda bo'lsam ham, lekin bu xato ekanligini tushunishim kerak edi oldindanoq. Va men tushdim va o'rgimchakni ko'rib tezda fikrimdan qaytdim va skelet ham yugurib keldi. Qoch. Hozir men nima his qilganimni siz hech qachon tushunmaysiz. Aytgancha, o yangidagi ruda bu nima edi? Ko'mir edi mana bunaqa. Va yana skelet keldi-yu, men tez qochishga, momentlarda qochishga harakat qildim. Men qocha oldim. Endi skelet yaqinlasha olmaydi va men chiqdim. Va endi men bir narsa qiladim, gul terishim kerak o'shda, chunki agar boshqa xil rangdagi qo'ylar bo'lsa ham men ularni yig'ib olaman. Qanunda go. Va men ketayotganimda to'satdan aralarga duch keldim va ularni o'tib ketmoqchi edim va qandaydir hayvonlar mod yordamida qochgan yo'llarimga duch keldim va qo'lim qichib bittasini o'ldirib ko'rdim. Qani nima tushar ekan deb. Va qarangki, qanaqadir go'sht tushdi va uni yeb ko'rdim. Uncha jon to'ldirmas ekan, lekin menga yetib qolishi aniq edi. Va men mana shularni to'plash uchun yana bormikan deb qaradim va yana bor edi va men uni yana o'ldirdim. Va undan yaxshigina, lekin unchalik ko'p emas, bittagina go'sht tushdi. Mayli, boriga baraka deb yana ketdim. Yo'l davomida men hattoki buzilgan portal ham ko'rdim. Bu 2 karra omad bo'ldi. Men buzilgan portalga ketayotgan paytim yo'limda 2 ta qo'y chiqib qoldi va men ularni tezda chopib yubordim. Bunisi ham albatta sog' qolmadi, barini o'ldirdim. Endi men buzilgan portal tomon ketsam ham bo'ladi edi va qarasam, portalning o'zi ham kattaginasi edi, lekin men hardkorda bo'lganim uchun men bu yerga yaqinlashishga juda qo'rqdim. Lekin albatta qarasam, sanamam bu yerda turgan ekan va ichidan juda ham arzigulik narsalar chiqmadi. Lekin 4 ta obsidian bor edi va men bundan xursand bo'ldim. Va oltalarni olmoqchi edim, lekin menda umuman boshga taqib bo'lgandan so'ng men oltalarni olmoqchi edim, lekin menda temir kirka yo'q edi va men bundan afsuslandim. Jinursen qo'lga cho'poqchi bo'ldim. Nima men ahmoqmanmi deb ketdim, survordim. Ketayotgandim va oldimdan yana o'shanaqa tushdi va men uni urdim va undan naqd 3 ta go'sht tushdi va bu qanchalik omad dedimda va tun tushayotganini ko'rib yotoq yasadim va mening taktikam mana barcha gullardagi ranglarni birlashtiramiz va ortiqcha, ya'ni boshqa rang bo'lsa o'shani ham qo'shib yuborib rang hosil qilamiz va bu juda ajoyib nima edi, ya'ni ajoyib taktika edi. Men buni o'zim o'ylab topdim. Ko'chirdi demanglar, yana o'zimning aqlim bilan yana men yotoqni yasashni boshladim va yasab oldim va endi tun qani uxlab bo'larmikan deb tun tushdi va qani uxlab bo'larkanmi?
Ertalab uyg'onganimda meni zombi kutib oldi va men uni jang qilgim kelmadi va undan qo'shdim. O'zi yonib turay devdi va u o'lganini ya'ni yarani ustiga suv sepgandek bo'ladi va men qo'lim qichib bir kapalakni urdim, ya'ni o'ldirdim va undan rang tushdi, ya'ni oq rang qilsa bo'ladi. Hamda bu o'simliklarga qandaydir tezroq o'stiradi va men yana bitta o'ldirmoqchi edim. Boray deb ketib yubordim va men ketayotganimda yuradigan ovqatlarga duch keldim. Aynan yuradigan ovqatlar va men ularni ham o'ldirmoqchi edim va bittasi o'zi yiqilib o'ldi. Mayli, bu mening ishim, qilichimni sarf qilishga o'sha bo'ldi-da. Xulosa, keyin yonimda cho'chqa chiqib qoldi va men uni yana o'ldirmadim. U sababini yana o'zingiz bilasiz. Va men tovuqni albatta o'ldirib yubordim. Olmaydi va mayli. Va men nimani ko'rdim deng, va men ko'rdim va o'sha kon tomon borishga intildim va men borayotgandim ham ozgina jonim ketgani hisobga olmasa ajoyib bordim, ya'ni suvga tushdim, ajoyib g'aroyib va meni qandaydir narsa tushdi va kemalar yasashmi, men boshga ana shu kemacha chiqdi-ku rasmi, o'shani topshiriqlar deb o'yladim, lekin artefakt videosidan ko'rdimki bu umuman topshiriq emas ekan va men qandaydir topshiriqlarni ham bajardim videosini olaman do'stlar va albatta qandaydir kimlardan so'rab, agar Bedrockda bu ishlamasa siz ham kommentariy yozib qo'yingchi, bu topshiriqlar Bedrockda ishlaydimi? Albatta mod bilan ishlamasa men o'zimni urintirmayman. Iltimos kommentariy yozib qo'ying va o'zgina va men nimaga duch keldim deng, arilarga duch keldi va qo'lim qichib bittasini urdim va u meni zaharlab ketdi va men shu paytga juda qo'rqdim. Nahotki zahar ketishini juda istardim, lekin men bu o'layotgandim. Nahotki mening let's playim shu yerda tugasa, yo'q, men bunga yo'l qo'ymasligim kerak. Oldingi xatoni takrorlamayman, tezda ovqat yeb olishimiz kerak. Men juda ko'p gapiryapman, chunki men bu yerda juda hayajonlanayotgandim, lekin men buni ko'rsata olmadim. Hozirgi so'zim bilan o'sha yerdagi agar jonli video olganimda, ya'ni jonli emas, olganimda o'zim gapirganimda o'zi montaj bilan ovoz qo'yapman-ku, hammasini bilib turibman o'zi nima bo'ladi. O'sha bilmay qolganimda agar meni o'zim ko'rganingizda men bu ovozlarni umuman ovoz chiqmaydi, orqa fonga muzika qo'yib yuborganman va men gapiryapman. Xullas nonni mana yevordim, xullas o'chani ko'rsanglar, hattoki meni singlim ham qo'rqib ketdi bu ovozimdan. Mayli, narsalar pishgan bo'lsa men yana yo'lga otlanib bordim. Bugungi let's play yoqqan bo'lsa videoga like bosib obuna bo'ling va meni tabriklashingiz mumkin. Endi 500 ta bo'ldim, endi harakat 600 taga. Qanunda sizlar tezroq obuna bo'lib like bosishni unutmang va biz tezroq 600 ta bo'lib hali 1K ga ham birgalikda erishamiz do'stlar. Qanunda aytgancha men ikkinchi kanalimga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'radim va men uni postdan topishingiz mumkin.